O'zbekistonning barcha viloyatlarida qanday ob-havo bo'ladi? Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Bizning kanalda har kunlik va haftalik ob-havo ma'lumotlarini bilib olishingiz mumkin. Buning uchun video ostidagi bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonni Allohim doimo qo'llasin. O'zgidromet markazi 20, 21, 22 aprel kungi ob-havo prognozini e'lon qildi. Unga ko'ra havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 5-10 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat 20 aprel kuni kechasi 5-10 daraja, kunduzi 16-21 daraja. 21-22 aprelda kechasi 7-12 daraja, kunduzi 18-23 daraja issiq bo'ladi. Respublikamizning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. G'arbiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat 20 aprelda kechasi 0,5 daraja issiq, kunduzi 10-15 daraja. 21-22 aprelda kechasi 2-7 daraja, kunduzi 12-17 daraja issiq bo'ladi. O'zingizni asrang, xayr, salomat bo'ling.